Assalomu alaykum Shopir akalar. Yoz kelishi bilan radiatordan yechilmagan bo'lsa, yechib bitta shunaqa qilib ta'sir urib kerak. Sabab ko'ryapsizlar, bu radiatorda taji narxi tomon ko'rinyapti. Endi bu radiatorda ahvolini qaranglar. Bu radiatorimizda shu galavinadan yog' haydaganda ahvolni qaranglar akalar. Ahvolni qaranglar. Mana bunisi ham rasvo ahvolda 2 yevro oltin radiator yechilgan. Yechib mana buni ahvolini qaranglar. Karcherlar urib qo'yilyapti. Sizlar ham eslangdan chiqarmanglar. Yechib bitta karcherlatib olinglar, shunda mashinalarga suv qizish degan muammolar xudo xohlasa bo'lmaydi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, doktor dizelga kelasizlar. O'zlari yechib, radiatorlarni cho'tka qilib yuvib, chiroyli qilib ishlarni bitirib berishadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ana shu ko'rsatilgan nomerga telefon qilaverasizlar do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Mana shu 2016-yil 480 tali manimizni hayotga qaytaramiz. Bitta joyda bu mashinamiz 1 yildan oshiqroq turib qolgan. Balonlar ko'ryapsizlarmi? Xudo xohlasa bu mashinaga 12 ta yangi balon. Hozir birinchi qiladigan ishimiz doktor dizel servisida enok moylaridan quyamiz. Hamma filtrlarni almashtiramiz, o'zi filtrlarni ham ko'ramiz. Almashtirib, mana shu mashinamizni hayotga qaytaramiz do'stlar. 1 yildan oshiqroq vaqt bitta joyda ishlamasdan to'xtab qolgan mashina. Bu uzun ram ekan, ko'pchilik sezdi o'zi. 480 tali. Qanaqa shopir bo'lish kerak? Shu darajaga keltirib qo'yish uchun buni. Hozir yangi egalari olib, yangi holatga qaytarib mashinani nima deydi? Reysga tayyorlab, cho'tka qilamiz. Ko'rishlar mumkin, lekin salonlari ham yomon holatda emas do'stlar. Xullas mehr talab. Mehrini beramiz va katta sportga qaytaramiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, doktor dizelga kelaverasizlar. Moyda eng zo'ri Enok Vulkan 10 ga 40 ni quyamiz hozir va mashinamiz retardalari bilan ishga tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Barchaga xayrli kech do'stlar. Ildan patirlari. Xullas, bizning yangi kinomiz boshlandi. Kinoning nomi qayergaligini bilmayman degan. Hozir Surxondaryoga ketyapmiz. Pustoy Surxondaryodan qayerga borishni bilmayman. Mo'sh Minskga borarmiz, Mo'sh Litva, Germaniyaga yuk olarmiz, lekin Surxondaryoga qarab pustoy sekin ketyapmiz. Davlat akamga rahmat. Ildan patirlarga kelaversa, hamma narsa bor o'zi ham. Lekin bedalarni boplabsizlar-a? Bedalar ishqosili borda. Yaxshi, mazza bo'lyapti o'zim. Kesalarni sekin takoy damdov o'tirasizlar. Va biz prinsipimizni yo'lab, o'sha aytganimda qayergaligini bilmayman degan reysimizni ketyapmiz hali. Surxondaryoga boramiz. Surxondaryodan qayerga yuk chiqsa olib, shunga qarab ketamiz. Davlatjon aka, Allohga rahmat aka. Ko'rishamiz. Sizlarga omad. Sog' bo'ling. Rahmat. Akalar, shunaqa qilib qayergaligini bilmayman. Biz yo'l oldik. Samiglarimiz Surxondaryoga yetib borsak bo'ldi bugungalikka. Do'stlar, Samarqand. Asha akamiz Abdujalil aka. Gap yo'q aka, gap yo'q. Maza qildi. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xohlasa borlaringga shukr. Samarqandga yetib borib do'stlar, mana biz endi Surxondaryoga qarab chiqyapmiz yo'lga. Akam mehzan qaranglar. Yomondorchilikda qattig'i bo'ldi. Aka rahmat deymiz. Mana shunaqa gaplar akalar. Samarqandda abezlari ko'payib ketibdi. Samit bo'lib turganning hisobiga hozir bu tomondan kelib. Aka rahmat, yaxshi kunda ko'rishaylik, charchamanglar. Mana ketdik akalar. Samarqanddamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Surxondaryo Sho'rchi tumani. Va biz Enok moylari bilan Fatkichi akamiz ham kelib qolishdi. Poyez ham keldi, hamma keldi xullas. Sardor akam hali kelmadi. Aka to'xtavering. Xudo xolasa do'stlar, biz Belorussiyaga karam ortgani Sho'rchiga yetib keldik. Enok prinsipimiz shu yerda do'stlar. Surxondaryodan Belorussiyaga yuk olamiz. Karam yuklamiz 22 tonna, narxi 3000. Pulini oldindan oldik desak ham bo'laveradi. Aka, assalomu alaykum. Sog'lik, yaxshi. Bo'lasiz?
Faktishimisiz? Gap yo'q. Surxondaryoga kelganimdan beri aka odamlar zo'rda. Faktishchilar ko'rib qolaman. Hozir akam bilan gaplashib. Raz qaytyapman. Gap yo'q. Moshina ham tanlab olib qo'yganda. Akalar xullas biz Surxondaryodamiz. Ertagalikka karamni yuklaymiz. Bir karam qissasi boshlanadi. Pulini oldin olganimiz degan bo'laveradi. Xullas Belarusga borib esalomon tushirib olsak bo'ldi do'stlar. Hozir Sardor akamni kutyapman. Bugun kechqurun Denovda bo'lamiz do'stlar, xudo xohlasa. Qorabayir yonyapti o'zi ham. Assalomu alaykum do'stlar. Surxondaryo Angor. Qorabayirimizga piyoz yuklab olganmiz. 23 tonna. Moskvaga, Chexovga 100% bazaga ketyapmiz. Hop, gradusimiz 23. Akalar bitta narsada yordamlaring kerak. Hozir Dovdota bilan ketmoqchiman. Cheres Samarqand yursam mana shu turgan joyimdan 1550 chiqyapti. Agar Qarshi G'uzor bilan ketadigan bo'lsam 1400 kilometr ketyapti. Faqat kecha yurgan akamiz aytishyapti, Qashqadaryo G'uzor yo'li juda rasvo ahvolda. Buxorogacha yo'l yo'q deyishyapti. Samarqand bilan kelavering. Lekin Samarqand 150 kilometr uzoq chiqyapti. O'shanga kecha bugun yurganlar o'zlari maslahatlarini berib olinglar. Berib olinglar kommentariyada qaysi tomondan yurishni tanlashimiz kerak hozir. Angordan chiqib ketyapmiz do'stlar. Endi Dehqonobod Perevalidan o'tib olganimizdan keyin yo Samarqandga yo G'uzorga qarab ketishimiz kerak. Srochniy yordamlaring kerak. Piyozni olib biz Moskvaga ketyapmiz. Misha Karamatmen deydi-ku. Keyin qolganini dalcha o'ylab ko'ramiz. Barchalarga rahmat. Assalomu alaykum do'stlar. Arzon fura. To'g'riga ketamiz 350 kilometrdan keyin Urganch. Xullas biz kafe Jo'raotaga keldik. Mashinamiz olov, lovullab turishini qaranglar. Xullas bugungi yo'limiz hali Samarqand yoki Qarshini ichi bilan deb so'radim. Ko'pchilik Qarshini ichi bilan deb aytgandan keyin keldik. Yo'li yomon emas. 30 kilometr joy bor, uni ham bir 15 kilometr yomon, 15 kilometr atmosferaning betonkani ustida. Qolaversa shu yo'lda ketib turganimda Primoyda Qashqadaryoning ichida ham qildim, Primoy Buxoroning ichida qildim. Akalarimiz o'zlari to'g'ri yo'l ko'rsatib, endi belki birinchi kelishim edi. To'g'ri yo'l ko'rsatib bizni shu yergacha boshlab kelishdi. Avvalambor hamma akalarga hurmat qilib kirib yo'lda aytgan akalarga rahmat demoqchiman. Va biz Urganchni betonkasiga chiqdik. Xorazm betonkaga Gazlinikida xudo xohlasa ertaga ertalab chetda yurib ketamiz. 13 soat hisobida do'stlar Surxondaryoni Surxon degan joyidan mana shu Gazlinik betonkasiga keldik. Xudo xohlasa ertagalikka maqsad Dovdotagacha borish. Yukimiz o'zida ham bilasa piyoz, hozir orqasini ochib gazini chiqaryapmiz. Like, podpiskani bosib qo'yinglar. Hammalar addushi hurmatdasizlar do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Qo'ng'irotga ham yetib keldik. Hop, mana shu buxorolik ukamiz bilan birga keldik. Bitta qolaman deyishyapti. Biz shoshilyapmiz. Chegaraga Dovdotaga, ya'ni 320 kilometr qoldi. Biz Dovdotaga qarab ketamiz hozir. Refimiz ishlab turibdi, graduslarimiz tushgan. 300 kilometr qoldi, soatimiz 8 bo'ldi. Endi xudo xohlasa ketishga harakat. Ko'ryapsizlar? Shunaqa gaplar do'stlar. Assalomu alaykum akalar. Chegaraga ham yetib keldik. Ochret yo'q umuman. Moskvagacha 2370 qoldi yo'limiz. Xudo xohlasa biz Dovdota Benaudamiz. 29-aprel ertalabki soat 7:30. Hech qanaqa ochret yo'q. Hamma bosib haydab yotibdi do'stlar. Piyozimiz o'zining tempiga tushgan. O'sha +10 da ketyapti. Lekin tashqarida +7, +8 unaqa issiq emas. Yo'llar shu 240 kilometr yaxshi. Qolgan joydan eplab o'tib oldik. O'zbekistonda ham juda uzoq ketdi.
Xudo xohlasa yetib keldik. Bitta ham lehkavoy yo'q. Bu chegaramiz lehkavoyga yopiq. Hozir O'zbekistondan kirib Qozog'istonga o'tamiz. O'sha ko'rganlaringdek Benau shahrida zapravka bor. Benauda zapravka qilamiz. Shu bilan Aktau, Atrau qilib yurib ketamiz do'stlar. Shunaqa gaplar. Video yoqqan bo'lsa like podpiskani bosib qo'yinglar. Elektronga qildirib oldik. Shu bilan endi kirib ketamiz do'stlar ichkariga. Hammamizning boshimizda shu muammo bor. Kecha kuni shopirni nimasini aytib berdim. Hali furani shopiri 10 ta mashina busi bor ekan, bitta misol uchun o'ziga to'q odamni 10 ta furasi bor. Ichlarida 9 tasi ozroq pul topshirar ekan, bittasi haloli pok to'liq topshirar ekan. Keyin nima emish? Qolgan 9 ta shopir unga gurpasida kaz yo'lda ot qo'yib olishibdi. Bu ko'pchilikda bu iborani ishlatishni noto'g'ri, lekin o'sha aytilgan gapni aytmasam tushunilmaydi-ku. Shunaqa deb ot qo'yib olishdi. Achchig'im keldi deydi, g'azablanib deydi. Keyin nima buni deyishyapsan desa, nima sen shu hamma nimani buzyapsan, urfni buzyapsan. Hamma shuncha topshiradi, sen o'zingni nimaga xo'jayinga yaxshi ko'rsatyapsan shunaqa qilib. debdi. Keyin u bolani qarang, o'g'il bolani. O'zi yosh yigit. 4 ta qizi bor ekan. Aytib berdimmi? 4 ta qizi bor ekan. Aytibdiki, menga xo'jayin $700 oylik beryapti. $50 padarkamga beryapti. Uyingga sovg'a salom olasan deb $50 dan kechyapti. $700 oylik beryapti. Meni o'sha $700 qoplayapti. O'sha $700 meni qoplayapti. Agar sizlar qoplamayotgan bo'lsa, xo'jayinning pulidan urib qolmasdan. O'shani $1000 qilib olaveringlar, oyliklaringni ko'tarib olaveringlar, lekin menga $700 yetyapti. U deyishdi, bu deyishdi. Xullas unga mashina minishni o'rgatgan ustozini topishibdi. Ustozi telefon qilib, "Ko'cha ko'rmaganmisan?" debdi ustoz. "Ha, nimaga?" degan ekan, "Ko'chaga chiqqandan keyin hamma bilan bir xil bo'lasan. Sen o'zingcha ajrab olma" debdi. Keyin ustoziga aytgan gapni aytayapti. "Siz menga tirikchilik qilishni o'rgatgansiz, mashina minishni o'rgatgansiz, qo'limga rol tushayotgan odamsiz-ku, lekin meni 4 ta qizim bor. Ani birovda haqqi, birovda yerni egizayotgan haqqim, ani 4 ta qizimdan qaytib qolsa, men nima qayerga boraman?" debdi. Ularda xoram bilan baqadigan bo'lsam, ertaga ularda lozimi tushib ketadigan bo'lsa, keyin men qayerga dardimni kimga aytaman? Xoram aralashib qolgandan keyin. U sizniki o'g'il bola bo'lsa, unchalik nima emas. Menki qiz bola qizimdan qaytsa, keyin men dardimni qayerga aytaman? Assalomu alaykum do'stlar. Biz Xudo xohlasa, aniqmoylari. Qozog'istonga o'tib oldik. Hozir ochretni bilib istoriya qo'yaman do'stlar. Quyosh botishi. Naq 12 soat vaqtim ketdi. Kirib o'tishga ichkaridagi probkalar bilan sizlarga ochret yo'lda gapiribman. O'zi ichkarida bir oldimizda 150 ta mashina bor ekan. Lekin bu yerda ham probka ko'pga o'xshayapti. Xudo xohlasa, Qorabayir biz endi Moskvaga qarab yo'l olamiz. Uralskka boramiz. Uralskdan o'tib Mashtakova bilan Samara, Penza, Ryazan qilib Xudo xohlasa ketamiz. Shunaqa gaplar, chegaragacha hammasi yaxshi. Belaydan tunalarda. Belaydan simkartamizga pul savoldik Qozog'istonniki. Ko'pchilik so'raydi, qanaqa internet ishlatasiz deb. Hamma davlatda o'zini simkartasini olgan sizlarga vigitni tushadi do'stlar. Endi ko'ramiz bugun nasib qilganicha yuramiz. Xatga borsak ham damda olib keyin yurishni davom ettiramiz. Endi примерно yana 4-500 kilometr yurgani hali quvvat bor. Like podpiskani bosib qo'yinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hammasi o'z o'rnida, cho'tga ketyapti. Endi Xudo xolasa yomon yo'llar tugab, Qozog'istonda ham chem O'zbekistondagidan ko'ra yaxshiroq yo'llar bor do'stlar. Shunaqa qilib safarni boshladik. Qo'yil, Benau. Qozog'istonda eng qimmat turgan narsalarga mana shu bo'ladi. 307. O, yozuv sizlarga qanaqa ko'rinyapti? 307 tangadan xullas salarkani Qozog'istonda eng qimmat sugani mana shu bo'ldi. 1 tanga ham ortib bermadi, o'tib bermadi. Xullas hozir 320 ta unga 50 ta refga 320 ta mashina qo'yib oldim. Endi ketyapmiz, qolganini Rossiyadan qo'yamiz. Qozog'iston salarkasini ham oxir olmaydigan ketyapti. Assalomu alaykum do'stlar. Va nihoyat Uralskga yetib keldik. Uralskning Abeznoydagi Neftek degan zapravka narsalarga qo'yapmiz. Общий hisobimiz Denovda bakamiz polni bo'lgan edi. Yo'lda quyganlarimni hammasini hisoblaganimda 2662 kilometrga 982 litr salarka tushdi. Uni rasxodga hisoblaganimizda, qarochi 37 ta emas rasxod.
23 tonna yuki bilan o'zining uchun bitta hisoblab qo'yinglar. Hozir bu yerda 301 tangadan quyapmiz. Rossiyaga hisoblasam, qarochi Rossiya rubliga 48 rubl tushdi. Men o'ylab qarasam, Rossiyada ham hozir rublning kursi ko'tarilganda hisobiy halokat qimmat tushyapti. Hali Lukoillardan 50 dan olgan taqdirimda ham sen bu Neftekdan 48 rubldan qilganim yaxshi ekan. Hamma baklarimni qo'lga qilyapti. Bu bak kurs to'ydi o'zi. Buni ham to'ldiryapti, tarif ham to'ldi. Xullas kalom, Denovdan mana shu Uralskigacha общий hisobda 2662 kilometr, 982 litr sadarka. Rasxod 37 dan emas, 36, 8 shunaqa tushyapti. Nima deysizlar, rasxod normalmi? O'zim aytarsizlar. Xudo xohlasa biz Uralskidamiz. Rossiyaga o'tamiz. Eng yaxshi ko'rgan testim 535 ta ketdi. 580 tali bak. Ichida bo'lsa bir 5 litr toplivasi bor. Qani qancha ketar ekan общий hisobda. Lekin zapravka biz uryaptimi, Qozog'istonda litrdan urmayaptimi aytaman sizlarga. O'zingiz ham bilasizlar, menda baki 580 tali bo'ladi. Hozir buni polniy bak to'ldiramizda. Qancha ketadi, qancha ketmaydi sizlarga aytaman hozir. Bizning ko'rib turibsizlar, mana bak polniy holatga kelib qoldi. 560 ta. Hozir yana buni qolganini ko'ramiz. Ichida bor ekanda, mana shu polni to'lmaganini hisobiga bemalol mana shu Uralskiy Nabeznoy degan sanani ko'rib turibsizlar. Neftek zapravkasini litriga javobsizda bo'lar ekan do'stlar. Qo'ldan ketdi. Shunaqa gaplar. Assalomu alaykum do'stlar. Samara Moskva trassasi M5 M5 930 kilometr. Adblok quyapmiz do'stlar. Rossiyaga o'tib oldik. Adblok quysam har doim Erkin akam esga tushadi. Nima bo'ldi? Ketmay qoldi. Hayronmiz hozir. Endi ocharkan hozir. Hop, adblok quyamiz har doim. Betdan quyamiz, yo'ldan quyamiz. 42 rubldan beryapti. Lekin kanistrda quyish neudobniligi uchun chetdan quyaman har doim. Shu adblokni eslasam har doim Erkin akam esga tushadi. Ko'pchilik so'raydi, adblokni uzamizmi, ishlatamizmi deb. Erkin akam nomerlarini yozib qoldiraman. Kommentariyga pastga yozib qo'yamiz. Adblokni xohlasalar uzib berishadi, xohlasalar ishlatib berishadi. Hammasini chiroyli qilib ishlayni bitirib berishadi. Bizning mashinamizda ham adbloklarini noksidachilarimiz ishlamay qolganda programma qilib, noksidachi ishlamasa ham adblokni ishlaydigan qilib berishgan. Hozir o'sha bo'yi yuribmiz. Hech qanaqa muammo yo'q. Germaniyada ham boshqa ham topolmaydi. $500 noksidachi qo'ygandan ko'ra har yili bir marta, ikki marta bundan ko'ra shunaqa qilib uzib olgan yaxshi. Nomerlarni qoldirib qo'yaman do'stlar. Biz endi adblok yo'laylikchi. Ketyaptimi ekan? Ketgani yo'q hali. Hozir ko'ramiz. Aloqaga chiqamiz kirib. 4000 kilometrga qancha adblok ketadi? Uydan chiqqanimizga 4000 kilometr bo'ldi, ko'ryapsizlar. 48 ta adblok ketdi. Bakda yana bor edi. Adashmasam bu bak 80 tali bak bo'lishi kerak. Hozir qancha ketishini ko'ramiz. Rustamchik chiqib Moskvaga borib kelguncha 20 ta yoqyapman dedimi? Nimada? Boshqada bu degani 400 litr degani. Bu bo'lishi mumkin emas, adashmasam. Rustamchik o'zini atmetka qilsaman, nechtaligini aytib oldi. O ana bo'ldi. Bo'ldi. 53 litr. 4000 kilometrga 53 litr adblok. O'zing ko'rishlar mumkin, adblokimiz polniy bo'ldi. Mana 54 litr pasti. 4000 kilometrga. Toychog'im bir maqtab qo'y. Rasxodlari ham kamda adbloknichi. Do'stlar, assalomu alaykum. Bu atmosferani sizlarga qanaqa tasvirlashni bilmayman. Yomg'ir yog'ishni boshlavordi. Bilasizlarmi, issiq asfaltga yomg'ir tushgandan keyin havo salqinlab ajoyib hid keladi. Ana shunisiga mazza qilaman. Ham qandaydir yomg'ir o'zincha yoqmaydi-ku, mana shu yomg'ir qandaydir yoqyapti. Atmosferaga gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xohlasa Penzaga arzimagan 102 kilometr yo'l qoldi, ketyapmiz. Shuni qaranglar, yomg'irda mazza. Shunaqa gaplar do'stlar, ozgina qoldi manzilimizga. Mana atmosfera bomba, просто так bomba. Assalomu alaykum do'stlar. Tezda tarqatinglar bu videoni. 1 may
Makshan transportni. Papal keldik. Короче, 5 chip 3000 rubl. 20 kunda to'lasam 1,5 ming. Platon yo'q. 5000 rubl. 1 oyda to'lasam 3750. Общий hisobda 5250 rublga to'g'ri kelyapti. 350, 250. Xullas hushyor bo'linglar. 1-may bu yerda transportnik turgani yo'q. Bu yerda yosh boshqasi turibdi вообще. Hali o'zimiz chollar bo'lganda обычно 500 so'm deb berardik, ketardik. Yoshlar turibdi, hech qanaqasiga pul olmayapti. Taklif qilib ko'rdim. Oxiri qamayman deyishga bordi. Oxiri yoz sen yoz dedim. Shu orada chiqib qolganda papal kelib qoldim. Endi mayli. Nima bo'lsa ham yaxshilikka, Allohga oson buni o'rnini to'ldirsa, xullas transportnikka hushyor bo'linglar akalar. O'sha ikkita yosh chiqadi. Mana hozir ko'rsatalsam, tamojini oldidan ko'rsataman. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Mana shu yoshlar o'tiribdi. Chollar yo'q, xullas ehtiyot bo'linglar, pul bermanglar. Hamma yoq to'g'rilab kelinglar. O'zingizga ehtiyot qilinglar. Do'stlar, barchaga xayrli kech. Rizanga ham kirib keldik. Rastamoshkani manziligacha где-то там 160 kilometr bor. Xo'p, bugun ertalab soat 5 da uxlaganman. 9:30 da turganman, 4,5 soatlik uyqu bilan. Undan oldin почти 22 soatlik ish bo'ldi. 22 soat ishlab, xullas 4,5 soat dam olib, mana o'sha hozir почти yana 15 soat ishlayapmiz. Nima deysizlar? Rastamoshga yetib borishga kuchimiz yetadimi? Men o'zim o'ylashim bo'yicha Alloh qo'llab tursa, xohlab tursa hech narsa emas. Harakat qilamiz, chunki vizamiz tugashiga 4 kun bor. Akalar, bu qishga aytamizmikan, ha? O'zi почти yoz kelganini. May oyiga o'tyapmiz. Moskva, mana ko'ryapsizlar. -2 gradus, lekin qor yog'yapti. Biz bo'lsa Rastamoshkaga yetib kelishimizga 7 kilometr qoldi. 600 metrdagi svetofordan burilamiz. M4dan o'ngga, Kolumbaga qarab tushganimizda birinchi svetofordan chapga qarab burilib ketyapmiz. Nima deb qo'yibdi bu yerga? Domodedovo, Moskva deb qo'yibdi do'stlar. Sizga ham turib chekili, istagan o'chirishga majburman. Assalomu alaykum do'stlar. Yana bir bor. Bugun sanamiz 2-may. 27-may kuni soat ertalab soat 8 da yurishni boshlagan edik O'zbekistondan. 2-may kuni soat 3 da Rossiyani Moskovskiy oblast Mixnovo degan joyiga Rastamoshga yetib keldik. Xudo xohlasa bugun uy havo sovuq, qor yog'yapti o'zi. 2-mayda tasavvur qilinglar. Xudo xohlasa bugun Rastamoshkamizni qilsak, yukimizni tushiramiz. Bugun do'zni tushirib olsak, Yevropaga kirishga uspet qilamiz. Bitta o'zi ko'pchilik o'tgan akalar bor. Mana oldimda yapti, qaqib turibdi mashina. Xudo xohlasa akalar qo'llab tursalar, manzilga yetib keldik. Hop, Makshandagi bo'lgan voqeaga men o'zim jarimaga tushdim. Sizlar tushmanglar deb yaxshi niyatda video qo'ysam, bitta aqllilar kirib aqllilik qilishni boshlabdi. Kechqurun o'tsa ham boshqacha yozilgani bo'ladi. Eslangdan chiqarmaydi. Hech narsa javob bermaysizlar. Kechqurun o'tsalaring yozmasligiga ikkinchi narsani esdan chiqarmanglar. Sizlar o'zingizdan juda katta uchun toza yurmaysizlar. Shuni o'zingizlar uchun bilib qo'ysangiz bo'ladi. Do'stlar, assalomu alaykum. Nihoyat Rastamoshka bo'ldi. Filipovskiy degan joyga ketamiz aka. Hozir ko'rsam, o'sha 1.8 bilan yurib Chexovga qarab ketalar ekan. Xullas kalom, turgan joyimdan 80 kilometr. Hozir borsam yuk tushirishadi. Xudo xohlasa yuk tushirgani boramiz. Keyin bugun tushirib olsa, xudo xolasa Litvaga qarab harakat qilaylikmi ekan deb turibman. Nima deysizlar shunga? Vizamizga xudo xolasa 4 kun bor.
Estoniya bilan kirib ketsam ochlik yo'q. Eplab kirib ketsam bo'ladi. Do'stlar, assalomu alaykum. Video uzoqroq bo'ladi, oxirigacha ko'ringlar. Virusga yetib kelib oldik. Xudo xolasa ertalab tushirayotgan bo'ldik. Bitta bari O'zbekistonlik akalar ekan. Makshandagi voqea bo'yicha ichimizda bari hoji akalar yo'lda haqqidan qo'rqadi. Yo'l haqqini to'lab yurishadi, lekin transportga to'g'ri kelib qolsa, hamma narsasi bor bo'lsa ham 1000 rubl beradigan hoji akalarimiz bor ekan. Ikkinchidan nima deydi, aqllilar ko'p ekan. Obeddan keyin yur, kechqurun yur, boshqa payt yur. Bular tushunmaydiki. Peshana yozilgan bo'lsa, любой paytda yursiz ham to'xtatadi, tushadi. Sababi Mashtakovadan o'tdim, kechasi soat 3 edi. Yo'lda gay turadi. Soat 4 da postiga yetib keldim. Yana gay turadi. Kechasi yurdiganlarga kunduz yurib keldim. O'sha Mashtakovadan Makshangacha birorta gay to'xtatmadi, prямой efirda ko'rdi hamma. Lekin bari umumiylar kechasi yurdi deganlar. Xo'p. Ikkinchidan Bartovoy kompyuter qo'ydiganlar. Ularda ham gap to'g'ri. Bartovoy kompyuter qo'yardim. Sababi mashina oldin o'zim nomimda emas edi. Egasini pasportini olib kelib, boshqaroq qil, yugurtir, bunaqa ish ko'p bo'lgani uchun mashina nomimga o'tkazsam qo'yaman deb o'tgan reys shoshilinch o'zi ham bilasizlar. Bir reys kelib ketdim, ikkinchi reys kelishim. Yetem bo'ldi. Sagarchindan o'tmadim. Platonsa bo'layotgan, apparat olayotgan joy yo'q edi. Bu aqlli akalarimizga javob. Endi xudo xohlasa qaytishda orttirib apparat olib olamiz. Uchinchi akalarimiz Yevropaga chiqasan, nima pazakonni yurmaysan deydiganlar, aqllilar ular ham. Ularning ham gap to'g'ri. Yevropaga chiqamiz, pazakonni yurmaymiz. Levi chip kartamiz bor. Levi chip kartani qo'yib olganmiz. Va shu Levi chip karta bilan yurib kelib turdik. O'zimizga narishini tushirib, Rossiyada shtaraf yozdirib Yevropaga kirgandan Levi bilan yurib kelib 5 shtaraf kirib ketamiz degan maqsadda. Chip kartani shtrafi necha va baribir Yevropaga kirganimda to'lardim. Uni muammosi yo'q. Endi o'sha aqllilar 1000 so'mdan berayotganlar aytinglarchi. 1000 so'mdan berib, to'rtta 3ta transportga tushib 5000 berasizlarmisizlar ham platon olib yoki biz mana общий hisobda o'sha shtarafimizni ham qo'shadigan bo'lsak, Mashtakovadan Moskvagacha общий hisobda 4300 so'm pul ishlatdik. O'sha shtaraf va boshqasi bo'lib. Keyin yana bitta gapni eshitmagan akalarimiz, ular ham hoji aka deymizda. Assalomu alaykum deganmiz. Ular quloqiga salom alaykum kirgan. Sababi video tezlashtirilgan. O'shani hisobiga ularga shunaqa kirgan quloqiga. Instagramda 1.30 dan oshib qo'ysangiz, videoingizga chiqish qiyin bo'ladi. Shuning uchun biz assalomu alaykum deganmiz. Video tezlashtirilganda assalomu alaykum ketib qolgan. Xullas, bari odamlarga ishtirokka tushdim. Sizlar tushmanglar, hushyor bo'lib yuringlar deb foydali maslahat bersang, biz aqllilar ko'p faqat. Ularga maslahat kerak emas. Ular aqllilik qilib, o'zini dunyodagi eng aqlli odam ko'rsatsa bo'ldi. Hech kim ularga ishtirofini to'lashib yuborgani yo'q yoki boshqa gap gapirgani yo'q. Ehtiyot bo'ldi, prosta maslahat beryapti. Lekin kirib olib, maslahat bergan odamga yana aqllilik qilyapti. Endi nima deymiz? O'zbekimizda qo'limizda mana shunaqa cho'pimiz bor-ku. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Yana o'sha gap peshanaga yozgani bo'ladi, ortig'i bo'lmaydi do'stlar. Do'stlar, ko'pchilikda xabari yo'q. Litvadan yuk olganmiz Tojikistonga. Hop, bu piyozni ketkizishimiz kerak. Hozir moyka qilyapmiz ichkarini. Xudo xohlasa ko'ramiz. Charchoq bo'ladi. Moykani qilib, salarkani qo'yib 286-kilometrdaman. Betdan keyin nimaga qarab ketamiz? 386 dan qayerga ketamiz? Kubilinka, Latviyaga o'tamiz. Latviyadan keyin Litvaga o'tib, yukimizni Tojikistonga olamiz. Hali nima yukligini bilmayman. Xudo xolasa yuklab olsam, videolarni qo'yamiz do'stlar. Qora bayir mazza qilyapti. Mashina toza bo'lsa, bakin fonli bo'lsa mazza, lekin Latviya orqali kiryapmiz. Короче, bak to'ldirib turishga ruxsat yo'q. 250 ta bakda salatga bo'lish kerak, 2 tami. Halogenasi bor. Resti bak to'la kelsa bo'ladi. Endi vizamiz stroy kam qolayotgan munosabati bilan qaranglar. Enokmoyo qaysi nimadan kerak bo'lsa, viloyatdan mana shu nomerga telefon qilasizlar, manzillarni aytasizlar. Sizlarga eng yaqin joydagi enokmoyni shoxobchasini aytishadi, yo bo'lmasam qo'llaringga prямой dostavka qilib berishadi do'stlar. Ko'pchiliklar so'rab, enok qayerda bor desa, shu nomerga telefon qilinglar bo'ldi akalar. Reklama masalasida ham pritsepga yopishtirishga telefon qilinglar. O'zim so'rasam indashmayapti, balki sizlarga javob aytib qolsa, xudo xolasa. Do'stlar, assalomu alaykum barchaga. Bugungi sanamiz 4-may, soat millarimiz 3:00 bo'ldi. Kubilinka chegarasidamiz. Ya'niki Rossiyadan Latviyaga o'tish. Eng qizig'i hech kim yo'q chegarada.
Allohga shukr, hozir Primer haydab kirib ketamiz chegaraga. Yetib ham keldik hozir do'stlar. Bizni ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, Allohga ming qadra shukr. Buni comeback deydimi, nima deydi xullas. Biz Latviyaga o'tdik. Vizamiz bir kun surov qolgan atiga. Ana bugun 4-may bo'lsa, 5-may kuni vizamiz tugadi. Eng qizig'i greb nimadamiz, bu tomoni ubilinka deyiladi. Birorta mashina yo'q ochlikda. Bu tomondan o'tishda ham, bu tomondan o'tishda ham naq birorta mashina ochlikda yo'q. Xullas kalom, Allohga shukr do'stlar, biz o'tib oldik. Hozir parkingga qo'yib endi damni olamiz. Yukimiz dushanba yuklanadi. Bugun kechga tekin yurib boramiz endi xudo xolasa. Sheringlarimiz kelyapti, sheringlar bilan ham ko'rishishimiz kerak. Biz Latviyadamiz. Biz buni uddaladik do'stlar. Nimaga bu tepalikka chiqib olding deysizlarmi do'stlar? Manzarani ko'ringlar. Eplolmaysan deganlar uchun Qorabayirda Latviyadaligini ko'rsatish uchun chiqdim. Soat 3:00 da tongga Rossiya bilan Latviyani chegarasiga yetib kelgan edik. Soat hozir 7:30 bo'ldi. Latviyaga chiqqanimizga yarim soat bo'ldi. 4 soatda Rossiyadan o'tib, Latviya chegarasidan o'tib, mana shunday chiroyli parkingga yetib keldim. Endi taxografimiz o'zi dam beramiz. 9 soatlik pauzani qilib, keyin Litvani Kaunus shahriga qarab ketamiz xudo xolasa. Tojikistonga o'tganmiz. Bu yerda quyosh endi chiqyapti. Allohga shukr, 4-may bugun bo'lsa, o'zi ertagalikka kechqurunga vizamiz tugardi. Ishoninglar, bir gram muammo qilmasdan, hali vizam bir kun qoldi, qachon chiqasan yo pechat bosmayman demasdan o'tkazdirib yubordi. Shunaqa takoy oshxona bor ekan bu yerda, endi halolmi, harommi bilmaymiz bag'ini. Местadili o'dda deb qo'yibdi. Qani ko'raylikchi. O, ana. Ko'ryapsizlarmi? Odamning qadrini gap bo'lishi mumkin emas. Короче, shekka kelinar ekan. Anaqa mangalchalar ham bor. Shashlichalarni qilib sekin parkingda yotib damda olsa bo'lar ekan. Kuniga 8 euro. Naryoqda tualet, dush, hamma narsa bor. Priroda gap bo'lishi mumkin emas bu yerda. Turgan saris, nafas olgan saris, hamma yoq o'rmonligini hisobiga mana orqamizga ko'ryapsan o'rmonni. Odam mazza qiladi. Xullas endi biz Latviyadamiz akalar. Litvadagi yukimiz adresini tashlasa boramiz. Yana kimdirlar Rigadan ham yuk bor deb turadi. U variantni ham ko'rib ko'ramiz endi, ko'ngil xotirjam. O'tib oldik. Rigadan yuk bor deganlar nomerlarni qoldiringlar. Qayling o'lchab ko'ramiz. Qaysi birini stavkasi baland bo'lsa, o'shanga qarab ketaveramiz. Yaxshi narxlar bo'ladigan bo'lsa. Ubilinkadan o'tib, Grebnevadan где-то bir 5 kilometrdagi parkingda qoldim. Hozir Alisher akamlar keladi. Alisher akamlar bilan ko'rishib, rubllarimni yevro qilib olaman. Shu bilan biz ketamiz Litvaga qarab. Faqat begona joylarda jigarlar bilan ko'rishish mazza-da. Jamshid akam, xudo xohlasa oldiroqqa yuravering, oldiroqqa. Arqadan o'zimizni jigar. Ikkita Volvo'da kelyapti. Yo'lar aka-akalar. Kimiki zo'r deb. Signaldan berib qo'ying endi Alisher aka. Bari O'zbekistonning mashinalari bular. Nargisi ham O'zbekiston. Gap yo'q, ko'rishdik. Yevroni rublga, rublni yevroga almashtirib, xudo xolasa tartamilar. Bari O'zbekistonliklar, gap yo'q. Xudo xolasa akalar bilan ko'rishdik. Biz ham yo'lga chiqishga tayyormiz. 4 ta Volvo. Ajoyib.
Assalomu alaykum akalar. Latviya bilan Litvani chegarasini hozirlar ko'rasizlar. Latviya va Litva chegarasi Nedomi deb nomlanadi. Bugungi sanamiz 4-may, soatlar 21:10 bo'ldi. Latviyadan Litvaga o'tish uchun sizlar o'zlaringiz tasavvur qilinglar. Bo'ldi, mana Litvaga o'tdik. Bitta mostdan o'tyapmiz. Litva Respublikasiga xush kelibsizlar. Ajoyib, ha? Nima deysizlar shunga? Hozir aytamiz. To'xtanglar, chiqib ketyapmiz. Hozir orqaga qaytib mana biletga olishimiz kerak. Bitta joy yo'q. Hozir biletga olsak, shu bilan Xudo xohlasa yurib ketamiz. Assalomu alaykum akalar, qaranglar. Mana shu nechta pritsep bor? Общий hisobda 4 ta pritsepda bitta pritsepga gabaritga ham, nimasiga ham xalaqit qilmaydigan qilib yuklab qo'yishgan. Mana ko'ryapsizlarmi? 4 ta pritsep bittada ketyapti. Hop, pritsepning narxini O'zbekistonga yetib borishi o'rtacha, O'zbekiston ketmayapti bu. Qirg'iziston yoki Qozog'istonga ketyapti. 4 tasini bitta qilib olgan. Hozir bularga pritsepga ruxsat bor, chiqishga, tegachga Belarus orqali chiqishga ruxsat yo'q. Shuni hisobiga bular qirg'iz yoki qozoq galavasi bilan kelib tortib ketadi bu pritsepni. 4 ta pritsep. Bizni xalqlar nima deydi? Biz nimalar o'ylab topmaymiz akalar? Qaranglar mana. Hamma parovozlar aniq Qirg'iziston bilan Qozog'istonga ketyapti. O'zbekistonga ketgani yo'q. O'zbekistonda rastamashga yopiq. Mana buni ham ko'rib turibsizlar. Xullas, o'zimiznikiga qo'yib bersa nimalarni o'ylab topishmaydi. Hamma narsani joyiga qo'yib, chiroyli qilib olib ketishadi xullas. Texnologiya deydi-ku. Hamma mashina sotuvdagilar O'zbekistonda rastamashga yopiq do'stlar. Qozog'iston va Qirg'izistonga qarab ketyapti. Biz to'ychamiz menda turibdi, Xudo xolasa bugungi kunimizni yuklashimiz kerak.